Kasallik paydo bo'lishidan oldin uni erta aniqlash, ehtiyot choralarini ko'rish yaxshi natija beradi. Inson salomatligini har tomonlama o'rganish va uni targ'ib qilishda baliologiya fanining ahamiyati katta. 21-asr fani sifatida qaralayotgan mazkur yo'nalish nafaqat jahon miqyosida, balki mamlakatimiz sharoitida ham so'nggi 10 yilda katta o'sishga erishdi. Unda O'zbekistonda tibbiy baliologiya maktabini yaratgan taniqli olim professor Shuhrat Ergashevning xizmati katta. Sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashni bosh maqsad qilgan Beverly Believer kompaniyasi ham o'zining biologik faol qo'shimchalari bilan xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti manbalariga ko'ra, dunyo bo'ylab 18 mingga yaqin xastalik hayotimizga xavf solishi mumkin. Afsuski, ulardan 4 mingga yaqinigagina samarali davo bor xolos. 14 mingdan ortiq kasallikka hozircha to'liq davo yo'q. Faqatgina profilaktika va nazorat qilish usullari bor xolos. Kasallik paydo bo'lganida uni davolashdan ko'ra oldini olish samarali natija beradi. Baliologiya inson salomatligini saqlash, mustahkamlash, sog'lom turmush tarziga o'rgatuvchi fan sanaladi. Mazkur yo'nalishga yurtimizda asos solinganiga 10 yil to'ldi va bu yo'nalish hozirda anchagina rivojlanib ulgurdi. Insonlar qaysi dorini nima sababga ko'ra qabul qilishni va kasallik profilaktikasini davolashdan ko'ra oson va natijadorroq ekanini tushunib yetmoqda, deydi O'zbekistondagi tibbiy baliologiya asoschisi Shuhrat Ergashev. O'zi tibbiyotni asosiy vazifasi kasallikni oldini olish. Shuning uchun mana shu baliologiya yoki preventiv tibbiyot deymiz. Preventiv degani bu oldini olish. Respublikamizda taraqqiyotiga rivoj topishga harakat qilyapmiz. Vrachlarni o'qityapmiz, ko'proq davolashdan oldin sizlar kasallikni oldini olishlaringiz kerak. Ya'ni maqsad bitta. Yoshlarga shuni yetkazishimiz kerak. Yoshlar o'zini sog'lig'iga qarash kerak. Yoshlar o'ziga mana jismoniy salomatlikka, ruhiy salomatlikka agar e'tibor bersa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Yaponiya mahsuloti sanalgan Beverly Believer kompaniyasining biologik faol qo'shimchalari ham sog'liqni mustahkamlash, kasalliklarni oldini olish va insonlarning hayot sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Kompaniya 8 yillik faoliyati davomida mijozlarga mahsulotlarni sotish bilan birga tibbiy bilimlar berishni ham maqsadlari safiga qo'shgan. Tarmoqli kompaniyalar juda ko'p atrofimizda va hammaning maqsadi oxirgi paytda faqat daromad olish bo'lib qolgan. Bizni kompaniyamizning mahsulotlari biofaol qo'shimchalar bo'lgani sabab shunchaki ko'r-ko'rona insonlarga bu mahsulotlarni sotish yoki targ'ib qilishni emas, aksincha nima mahsulot sotayotganini bilish. Biofaol qo'shimchalar orqali aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish eng asosiy missiyamiz shu va ana shu missiya zamirida Respublika baliologlar assotsiatsiyasi bilan hamkorlik qilganmiz. Ichayotgan mahsulotini nima ekanligini, kimgadir targ'ib qilayotgan mahsulotni nima ekanligini va uni qanaqa dozirovkada, qanaqa dozada iste'mol qilish kerakligini shifokor bo'lmasa ham insonlar o'zi uchun bilgani menimcha maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Bugun Beverly Believer kompaniyasini 8 yil ichida 50 mingga yaqin bo'lgan iste'molchilarni sog'lom turmush tarzida faoliyat yuritishiga ko'maklashayotgan kompaniya deb hisoblayman. Ko'pincha biologik faol qo'shimchalar va dori vositalarining iste'molida o'zimizga malham o'rniga bilmagan holda yangi dard xarid qilib olamiz. Ammo Beverly Believer kompaniyasi aholi salomatligi va sog'lom turmush kafolatini mahsulotlari bilan ta'minlashni niyat qilgan. Bu kun Bohichehra Mamaturaim va Alisher Normetov, Toshkent.